Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday qovakalla. Xullas, yakshanbadan boshqa hammasi deyarli bir xil. Maktabga seni qanday olishgan o'zi? Ha, Herinkun. Rostdan ham kim bilandir tanishayotgan bo'lsang, my name is demasdan I am desang bo'ladimi? Hey, Rin. Ingliz tilida the harfi uchun tilni ozroq ishlab turish kerak, to'g'rimi? Isaga listeningdan boshladi. Iltimos, tushuntirib ber, Rinkun. Bor umidimiz sendan. Yus, qaysi biri to'g'ri? Men sizlarga repetitor bo'laman deb kim aytdi? I can Friday. Men jonimga tegding. Hali bu yerda uzoq o'tiramanman. Hamma his qildilaring. Ishonchim komil, bu darsda bizga ancha qo'l keladi. Yaramas. I'm sorry, chin dildan sorry, qo'llarim bilan ham sorry. Voy, tilimni tishlab oldim. Yana urishyapti.